Bilgan ko'pchilikga shu yo'ldan sim kirgizib yoki yurakning uchini teshib shu klapan almashtirish to'g'risida so'zlab beray. Men Shijan tibbiy dashasi 5 tarmoq doktor Xasin Abdusalom doktor. Hamda yo'ldan sim kirgizib yoki shu yurakning uchini kichik teshib klapan almashtirgan usul, ya'ni shu ko'krakni kesmay turib klapan almashtirgan usul hisoblanadi. Hamda bu yangi chiqqan texnikalar bor. Hamda haqiqatan badanga bo'lgan zahmimiz az. Şuna bazı yaş bemorlarimiz shu klapan almashtirgan bemorlarimiz to'g'riliq so'rayapti. Hamda lekin bu klapanninki almashtirish usuli asosida maskalagan kasallar. Birinchidan hech cho'ng ko'krakni kesib operatsiya qilsak, operatsiyani ko'tarolmaydigan, yana birisi o'z yosh turib, masalan 30-40 yosh turib, yurak seplashib ketgan, yurak iqtidor to'lib ketgan bemorlarga maskalada odatda bu masalan TAVR deymiz, ya'ni yo'ldan sim kirgizib yoki yurakning uchini teshib shu klapan almashtirgan yoki RDM changer deymiz. Shu yurakning ishqonat klapanni qisish orqali shu qonning kayniga inib ketishini oldini olgan usulni ko'rsatadi. Hamda bu davolashda bu hamma kasalga maskali vermaydi. Hamda bu yo'ldan sim kirgizib kiradigan bu klapanninki odatda ömrüne şu 7 yıldan 10 yıl deyimiz hamda bu adeti ya 5 yıl ya 15 yıl. Bu şartlarda çidiş mümkün köpçülük birinciden. İkinciden hamda bu klapandan başlayan diken bunu şunda qaplaplam sap koymayız klapanın içine. Mavi onda kökrakni kesip özümüz birden tikip birden kesip manda almashtırgandek muqim rarusu muqim turishni demese hozircha uningga aniq bir son ma'lumotli yo'q ko'pchilik. Shunga odatda yo'ldan sim kirgizib yoki yurakning uchini tilam teshib almashtirgan kichik sahmilak klapan almashtirish usuli asosida yashangan yoki o'pkaning iqtidori yaxshi emas yoki qolgan yuraklar tuvan bemorlar maskalda ko'pchilik hamma bemorlar maskab ketmaydi. Odatda shu operatsiyani ko'tarolmaydigan yurakdan boshqa klapandan boshqa avvallar yaxshi bemorlarni asosan shu ko'krakni kesish orqali klapanni almashtirish tavsiya qilamiz. Hamda ba'zi bemorlarni ko'rdik, ba'zi doktorxonalarda shu operatsiyani ko'tarolmaydigan turib, o'zi yosh turib, shunda shu yo'ldan sim kirgizib bilan manda klapanni almashtirib qo'yadigan davolashni ko'rdik. Bu doktorlarniki kasbiy axloqiga toza yaxshi emas. Bir doktor olganmiz bemor uni o'zi tanladi demaymiz, balki uningga qayta tushuntirib bu foydali va zararli taraflarini tushuntirishimiz kerak. Shu ma'noda alohida diqqat qilaylik. Hamda bu yo'ldan sim kirgizib klapan almashtirishning yana birisi hamda buning operatsiya haqi bir qadar qimmat, ya'ni 200 ming atrofida bo'ladi. Jami davolash bo'ladi, lekin ochot qiladi. Ochot qanchaqda odatda shu odatga sharoitli va texnik qilishlar bo'lsa, oldin shu tuvan turmushni bajarolmay bo'lmasa iqtisod qiynalib qolasizlar. Hukumat kadrlari va pensiyaga chiqqan kadrlar agar bu shu davolashga mos kelib qolsanglar, bu davolashni qilsanglar bo'ladi. Ochot nisbatan yaxshi bo'lganligini uningki hamda ba'zi bemorlarga nisbatan buning unumi yaxshi emas kelib qolsanglar. İlgili ba'zi bu operatsiyani ko'tarolmaydigan, maydasini kesib klapan almashtirishni ko'tarolmaydigan va hech cho'ng bemorlarni klapandan masala chiqsa, asosan bu o'limga hukm qilindi deb o'ylaydi. Lekin texnikaning chiqishi ham bu bemorlarga haqiqatan yaxshi bir sharoitlarni ilib keldi. Lekin hamma odam bas kelmaydi ko'pchilik. Mana shunga har qanday davolashgan chog'da o'zingizga mos keladigan davolashni tanlashinglarni tavsiya qilamiz. Masalan, so'raydiganlar 181 99 88 77 34 bu nomerdan undan qattiq maslahat so'rasangiz bo'ldi.